Legendary 1. Bu videoni ko'rgandan keyin 3 kun ichida legendarniga chiqasiz qanaqa igrok bo'lishingizdan qat'iy nazar. Agarda siz har sezon liga ko'tarib yuradigan kuchli igrok bo'lsangiz ham videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang, chunki videoni oxirida hattoki kuchli igroklar uchun ham juda ham foydali bo'ladigan 3 ta sirli maslahat berib o'tib ketaman. Agarda sizda yaxshi sheriklaringiz bo'lmasa, sherik qidirib unga vaqt sarflagandan ko'ra bitta o'zingiz o'ynab qo'yganingiz yaxshi. Negaki yutganingizda ko'proq plyus beradi, yutqizganingizda sal kamroq minus beradi. Har o'yindan oldin o'zingizlar yoqtirib o'ynaydigan 5 ta 10 ta brawlerlarni mashnaqa izbrini qilib qo'yishga maslahat beraman, чтобы pik tanlayotgan paytda vaqtingiz ko'p ketib qolmasligi uchun. Rangoviy bo'yda akkaunt prokachkasi ko'p narsani hal qiladi. Agar akkauntingiz full prokachka bo'lmasa, 2-3 ta metada bo'lgan kuchli brawlerlarni ko'tarishinglarni maslahat beraman. Va aynan rangoviy bo'yda ko'p o'ynaladigan brawlerlar. Mana o'rgatgan narsalarimni o'zi bilan mifgacha o'ynab kulib chiqsa bo'ladi, lekin mifga chiqilgandan keyin yana bitta juda ham katta muammo, ya'ni ban degan narsa qo'shiladi. Qaysidir brawlerni ban qilishdan oldin yaxshilab o'ylashingiz kerak bo'ladi va ban qilayotganda o'zingiz olish niyatingiz yo'q bo'lgan yokida komandangizdagilar olishni xohlamayotgan bo'lgan metadagi eng kuchli brawlerlarni ban qilishni maslahat beraman. Yana bitta ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa, bu o'zingiz nima brawler olmoqchiligingizga qarab turib ban berasiz. Misol uchun, siz bull olmoqchisiz. Bullni volt kontrol qilib qo'yadi va siz bunaqa situatsiyada birinchi o'chirda voltni ban qilishingiz kerak bo'ladi, чтобы o'zingiz olayotgan brawlerni kontrol qilib qo'ymasligi uchun. Aytgancha qaysidir brawlerga ban berishni o'ylashdan oldin o'zingiz nima brawler olmoqchi bo'lsangiz, o'sha narsani olmoqchiman degan narsani yoqib qo'yishni maslahat beraman. Chunki teammate'laringiz siz olmoqchi bo'lgan brawlerni ban qilib qo'yishi mumkin. Agarda ban qilayotganda vaqt kam qolsa va qaysi brawlerni ban qilishni bilmasangiz, shunchaki Alli yoki Lili ikkovidan bittasini ban qilishni maslahat beraman. Agar oxirgi pik sizda bo'ladigan bo'lsa, 3 ta dushmanni ham juda ham yaxshi kontrol qilib qo'ya oladigan brawlerni olishni maslahat beraman. Xo'p, bu bo'limni ham tugatib oldik. Endi bo'lsa ko'pchilik qiladigan xatolarni ko'rib chiqamiz va sizlarga yechimini ham o'rgatib ko'rsatib tushuntirib o'tib ketaman. Lekin bundan oldin sizlarga Telegram kanaliga o'tib qo'yishni maslahat beraman, chunki Telegramimizda 100 ta bo'lishimiz bilan 30 gemli turnir boshlaymiz va bu 100 ta bo'lishimiz bilan boshlaydigan turnirimiz. 150 ta, 200 ta bo'lganimizdan keyin yoki vasheta aktiv yaxshi bo'lsa, kerak bo'lsa, har kuni turnir qilinadi. Ko'pchilik qiladigan xatolardan bittasi bu 3 xil bir xil personaj olib qo'yadi. 3 ta metatel, 3 ta snayper olib qo'yishi mumkin yokida 2 xil olib qo'yish ham bundoq olib qarasa xato hisoblanadi. Iloji boricha 3 xil turli klassga mansub bo'lgan brawler olishni maslahat beraman. Bitta ubiytsa, bitta metatel, bitta snayper yokida ularda tank bo'ladigan bo'lsa, bitta anti-tank, bitta snayper bitta kontrol может bo'lishi mumkin, lekin hech qachon 3 ta bir xil personaj olib qo'yish kerak emas. Nobodoga agar shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa yokida sheriklarni pikiga qarab turib 100% yutqizdik deydigan narsa bo'lsa, eng yaxshi maslahat shunchaki chiqib keting. Bu narsani unchalik yomon tarafi yo'q, chunki mana degan pro igroklar ham orada shunaqa qilib turadi, chunki 100% yutqizadigan matchdan ko'ra shunaqa qilib chiqib ketgan yaxshi. Lekin buni ko'p qilishni maslahat bermayman. Nimaga bilasizlar? Videoni boshlig'ida men sizlarga har doim eng kuchli, eng metada bo'lgan brawlerlarni olishni maslahat berdim. Lekin bu degani bitta brawlerni hamma yoqqa olish kerak degani emas. Bu sizlarni pikinglarga qarab, sheriginglar nima olgan, dushmaninglar nima olgan, xullas mana shuncha tushuntirgan narsalarimga qarab turib olinadi. Misol uchun hozir Pirs imba va bu degani Pirsni hamma yoqqa olish kerak degani emas. Bu birinchidan bir xil personajda o'ynaverib, o'yingizni tushib ketishiga olib keladi va har doim bitta personajda yaxshi pik chiqarmaydi. Siz-ku yaxshi o'ynashingiz mumkin, yaxshi o'ynab berishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin, lekin sheriklaringiz olgan pik har doim ham Pirsga to'g'ri kelavermaydi. Nimaga o'zi videoni boshidan beri pik yaxshi pik qilish kerak, yaxshi kombo qilish kerak deb yotibman? Chunki ranketda bitta juda ham katta qoidasi bu yaxshi pik bu 80% pobeda hisoblanadi. O'zim shu gapni aytgandan keyin xayolim kelib qoldi. Pik shunchalik muhim, lekin ko'pchilik pikka tushunmaydi
va sizlardan so'ramoqchiman, pik haqida ham alohida bitta video qilaymi? Kommentga o'z fikringizni yozib qoldiring. Agarda pik haqida bo'lmasa, qanaqa mavzular sizga qiziq, o'sha haqida video qilaman. Agar birinchi katkani yutqizib qo'yadigan bo'lsangiz, siqilmanglar, o'ylamanglar. Prosta o'yinni bitta analiz qilishni maslahat beraman. Misol uchun, siz o'zingiz kontrol qila olmaydigan bayz turgan tarafga borib olgan bo'lishingiz mumkin. Chapda misol uchun turibsiz, lekin chapda turgan odamni kontrol qila olmayapsiz. Bunaqa vaziyatda prosta o'ng tarafga o'tishni yokida o'rtada o'ynashni maslahat beraman. Bu narsani albatta o'zingiz analiz qilib aniqlashingiz kerak bo'ladi. Videoni boshida aytib o'tib ketgan hamma uchun birdek foydali bo'lgan sirli maslahatni berish payti keldi. Diqqat bilan eshitinglar. Bu narsa o'zi siram deb bo'lmaydi. Juda ko'pchilik, hattoki har sezon ligaga, даже masterga chiqib yurgan odamlar ham bilmaydi bu narsani. Va men sizlarga bu narsani hozir aytib tushuntirib ko'rsatib o'tib ketaman. Undan oldin bo'lsa, agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska, komment portlatib tashlashinglarni so'rayman. Aktiv bomba bo'ladigan bo'lsa, videolar tinmasdan chiqaveradi. Turnirlar boshlaymiz, donat, boost servislar ochamiz. Xullas, hammasi sizlarning qo'lingizda. Tak что podpishka kutib qolaman. Rangoviy bo'y 30 kun atrofida bo'ladi va agar siz o'yiningizni kuchaytirmoqchi bo'lgan igrok bo'lsangiz, уже ligaga chiqish nima desa bo'ladi, oddiy narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, dakansa o'yinni kuchaytirish uchun faqat 1 yoki boshqa narsalardan tashqari, mana shu boshdagi 3-chi, может 5-kungacha ligada aktiv o'ynashni maslahat beraman. Liga ko'tarish uchun emas, shunchaki o'ynashni maslahat beraman. Chunki Pro ligada bo'lgan odamlarni mifga tashlavoradi, mifga birga tashlaydi, masterlarni almazga tashlavoradi va ular ham почти noldan ko'taradi. Agarda siz har sezon legendarniga chiqqan bo'lsangiz, sizni almazga tashlaydi va siz ozgina harakat qilib turib, o'tgan sezon Pro ligaga chiqqan odamlar bilan o'ynashingiz mumkin. Hattoki kibersportsmenlar bilan, katta youtuberlar bilan tushib turib, o'yiningizni ancha oshirishingiz mumkin. Agarda siz o'yinni oshirish niyatingiz bo'lmasa, prosta tezroq legendarniga chiqib qo'yish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, eng oxirgi kunga taqash yaxshi emas. Ko'pchilik hozir o'ylashadi, eng oxirgi kunda o'ynash kerak, hamma pro igroklar ko'tarib bo'lgan deyshadi. Yo'q, hamma boosterlar yokida xuddi sizlarga o'xshab o'ylaydigan odamlar eng oxirgi kunlarga taqiydi va u yoqda ham juda katta raqobat bo'ladi. Men sizlarga eng yaxshi zolotoy seredina deydimi, o'sha narsani aytaman. Bu 5-kun hisoblanadi. Ya'ni ranked 25-kundan keyin tugashiga 5 kun qolganda ko'tarishni boshlaylar va 3 kunda bemalol legendarniga chiqib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Agarda oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentga 1vs1 go deb yozib qoldiringlar, shu yerdan ajratib olaman. Sizlar bilan birgalikda legato bo'ldi.